Sure Secde tercümesi 1. ayetten başlayıp okuyayımız inşallah. Euzubillahimineşşeytanirracim. Nihayet şefkatlik ve mehriban Allah'ın ismi bilen başlayayım. Elif Lam Mim. Bu kitap yani Kur'an'ın alemlerinin Rabbi tarafından nazil kılınganlıkta hiç şek yoktur. Müşrikler Muhammed onu öz toqidi deydi. Hergiz undaq emas. Belki u senden ilgiri hiç qandaq bir peygamber kelmegen bir kavmni hidayet tapsun deb ularni agahlandırışın üçün Rabbin tarafından kelgan haqiqatdir. Allah osmonlarni, zaminni ve ularning orasidagi narsalarni 6 kunda yaratdi. Ondan arsh ustida o'ziga loyiq ravishda qaror oldi. Sizlarga Allohdan boshqa hech qandaq egi yo'q. Shafaat qilg'uchimi yo'q. Buni fikr qilib iymon etmamsizlar? Allah osmondan zamingacha bo'lgan maxluqotining ishlarini idora qilib turdi. Ondan u ishlar uzunliqi sizlar sanayotgan 1000 yildek keladigan bir kunda Allohning dargohiga o'rlaydi. O Allah yo'shirinni ve aşkarını bilgichidir. G'olibdir. Bandalariga nihoyat mehribandir. U hamma narsani chiroyli, ya'ni hikmatiga muvofiq joyida yaratdi. Dastlabda insonni, ya'ni insonlarning otasi Odam alayhissalomni loydan yaratdi. Ondan onun neslini erzimes suvning javhiri, ya'ni man'idan yaratdi. Ondan onu ravurs yaratib, onunğa o'ziga mansub ruhni kirgizdi, ya'ni jonni kirgizdi. Ya'ni sizlar uchun quloqlarni, ko'zlarni va yuraklarni yaratdi. Sizlar oz shukr qilsizlar. Ular yer ostida yo'qolgandan keyin, ya'ni görde topuq aylanib ketgandan keyin rastli qayta yaratilamdi deydi. Belki ular Rabbiga muloqot bo'lishni inkor qiluvchilardir. Aytqinki, sizlarning jininglarni ilishqa muakkal qilingan farishta sizlarning jininglarni oladi. Ondan Rabbinglarning dargohiga qaytarilasizlar. Agar sen günahkarlarning Rabbinin dergahida başlarını sangıltıp tuğanlıqını kördüğün bolsan, elbette qo'rqinchli holatni ko'rgan bo'larding. Ular aytdi: Rabbimiz ishning haqiqatini ko'rdik, angladik. Bizni yaxshi amal qilish uchun dunyoga qaytargan. Biz endi haqiqatan sening va'dangning haq ekanligiga ishonguchilarmiz. Agar biz xohlasak, her bir kişiye elbette hidayet berettik. Lekin mening günahkarlarni azap qilishdan ibaret hükmüm bekitilip bo'ldi. Men çoqum jinlar ve insonlar, ya'ni ularning günahkarları hammasi bilan cehennemni to'ldiraman. Ahli devzaqqa aytildi: Mush kundagi uchrashishinglarni unutib qolganliginglar uchun bu xo'rlig'ichi azobni tetinglar. Bizmi hakikaten silahını unuttuk. Qilmishinglar tüpeylidin mengülük azabını tetinglar. Bizning oyatlarimizga hakikaten shundaq kishilar iymon etdi-ki, ularga shu oyatlar bilan va'z nasihat qilinsa, Allohning oyatlarini ulug'lash yuzidan Allohga sajda qilgan oldi yiqildi. Rabbiga tasbih aytdi, hamd aytdi. Ular Rabbinin taat ibadetinden çoğunçılık kılıp baş tatmaydı. Ularning yanları orun köpüden yirak boludu. Yani ular keçisi ibadet kılıp az uxlaydı. Ular Rabbinin azabından korkup rahmetini ümit kılıp onunla dua kılıdı. Ularga biz rızık kılıp bergen narsalardan yaxşılık yollarına sarf kılıdı. Ularning qilgan amallariga mukofot yuzidan Allohning huzurida saqlangan ve ularni xo'shal qiladigan katta ne'matni hech kim bilmaydi.
mo'min odam fosiq odamga o'xshamdi. Ular oxiratlik savobni barobar emas. Iymon etgan va yaxshi amallarni qilganlarga kelsak, ularning qarorgohi jannat bo'ladi. Ularning qilgan amallarini mukofotlash yuzidan ular uchun tayyorlangan joydir. Allohning itoatidan chiqqanlarga kelsak, ularning joyi davzaq bo'ladi. Har qachon ular davzaqdan chiqmoqchi bo'lsa, ular davzaqqa qaytariladi. Ularga sizlar inkor qilgan davzaqning azobini tetinglar deyiladi. Ularning tavba qilish uchun biz ularga cho'qim eng cho'ng azobdan, ya'ni oxirat azobidan ilgari eng yaqinqi azob, ya'ni dunyo azobini tetitimiz. Rabbining oyatlari bilan va'z nasihat qilingan, ondan uningdan yuz o'rgan odamdinmi, zolim odam bormi? Biz gunohkorlarni cho'qim jazolaymiz. Shek shubhisizki biz Musoga kitob, ya'ni Tavratni ato qildik. Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, sen Musoga muloqot bo'lishdan sheklanmagin. Biz Tavratni Isroil avlodiga yetakchi qildik. Ular kulpatlarga sabr qilgan, bizning oyatlarimizga jazman ishongan chaqda ulardan bir qism kishilarni bizning amrimiz bilan to'g'ri yo'l ko'rsatadigan peshvolar qildik. Sening Rabbing qiyomat kuni ularning orasida ular ixtilof qilishgan diniy ishlar ustida albatta hukm chiqaradi. Ulardan ilgari o'tgan qanchilgan ummatlarni halok qilganligimizni ular bilmamdi. Ular, ya'ni Makkiliklar, ular, ya'ni halok bo'lganlarning yurtidan o'tib turdi. Buningda bizning qudratimizning kattaligini ko'rsatadigan nurg'un dalillar bor. Ular anglamamdi. Ular ko'rmamdiki biz giyohsiz zaminga yomg'ir suyini surib elib boramiz. Uning bilan ularning hayvonotlari va o'zlari yeydigan ziroatlarni undirib chiqaramiz. Ular buni ko'rmamdi. Ular, ya'ni Makka kuffarlari masxara qilish yuzidan biz bilan sizlarning oranglarda chiqariladigan bu hukm qachon amalga oshadi? Agar sizlar da'voyinglarda rostchil bo'lsanglar, aytib beringlar deydi. Aytqinki, hukm chiqariladigan kunda kafirlarning aytgan iymonining foydasi bo'lmaydi. Ularga muhlat berilmaydi. Sen ulardan yuz o'rgin. Ya'ni so'zlarga parvo qilib ketmagin. Sen Allohning ularga tushadigan azobini kutgin. Ularmu haqiqatan sizlarga tushadigan narsalarni kutkichilardir.